Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim, qanaqasizlar? Bugun juda ham mani obunachilarimga, mani kuzatadiganlarga qiziq bo'ladigan mavzu haqida gaplashmoqchiman va tajribamdan kelib chiqqan holda mani oldimga kelgan ayollarda qanaqa holatlar, nima narsalarni, qanaqa tajribalarni boshingizdan o'tkazib kelishadi, shular haqida bo'lishmoqchiman va nimalar qilish kerak, nimalar qilish kerak emas, bularni ham birma-bir aytaman. Qani, bo'lmasa ketdik. Bugungi bizani mavzuyimiz vaginizm. Ko'pchilik aytadi, menga qiziq emas, vaginizm juda kam insonlarda uchraydi. Yo'q, hozirgi yoshlarni hozirgi paytda eng katta muammosiga aylanib qolgan simptom bu vaginizm. Afsuski, bunaqa juftliklar, bunaqa ayollar o'zini vaginizmligini bilmasdan butun umr yashab kelgan ayollar juda ham ko'p. Meni oldimga yoshlari eng katta bir ayol keldilar. Ularning yoshlari 64da edi, adashmasam. Va ular mani videoimni ko'rib, shu YouTube'da orqali video ko'rib aytdilar. Men butun umr vaginizm bilan duchor bo'lgan ekanman. Bu narsani men bilmaganman, hech qayerda o'qimaganman, hech kim bilmagan. 3 marta turmush qurdim. 3 martasidan ham afsuski turmushim o'xshamadi. Erim bilan yasholmadim. Uchalasi bilan ham, ya'ni jinsiy aloqa qilishga meni qudratim yetmagan, kuchim yetmagan, juda ham qo'rqqanman. Agar bilsam agar bu vaginizm deb nomlanar ekan va bu tuzalar ekan. Afsuski, men hozir shu holatdaman, endi nima qilay deb oldimga keldilar. Endi ko'z yoshlarini to'xtatib bo'lmaydi, chunki umrlarini muhim qismini, yosh paytlarini bilmasdan, erlarini, o'zlarini baxtli qila olmasdan yashaganlar. Va albatta, u inson bilan biz kelishdik, o'zlarini ustilarida ishlashga, o'zlari uchun bu narsadan qutulishlari kerakligini aytdim. Hali hayot oldinda bor ekan, Alloh nasibi bergan ekan. Demak, biz har bir momentdan, har bir bizga uchragan yaxshi narsadan foydalanib yashashimiz kerak ekan. Tak, oldimga keladigan ayollarni ko'pi, afsuski, meni oldimga kelgunicha уже ko'p travmadan o'tib, ko'p siqilish, asabiylashish, juda ham ularni o'sha vaginizm darajasini yanada ko'paytirib yuboradigan holatda kelishadi. Birinchidan, noto'g'ri mutaxassisga murojaat qilishadi. Bu nima degani? Vaginizm bor ekan, ya'ni qo'shila olmaslik ekan, jinsiy aloqa qila olmaslik muammosi bor ekan yoshlarda. Birinchi o'rinda nima qilishadi? Qaynanalar doktorga olib borishadi, ginekologga olib borishadi. Endi xo'p, agar yaxshi ginekolog bo'lsa, tajribali, agar yaxshi o'qigan, bu muammoga duch kelgan mutaxassis bo'lsa, u mutaxassis kelinchaklarni, o'sha qo'rqadigan, jinsiy aloqadan qo'rqadigan kelinchaklarni hech qachon nima qiladi? Kreslosiga chiqazib majbur qilmaydi. Oyog'ingni och, ko'raman, zerkalo tiqaman deb majburlamaydi. Lekin afsuski juda ham ko'p ginekologlar o'zi qo'rqoq qiz, o'zi jinsiy aloqa qilishdan qo'rqadi, o'zi jinsiy organiga tegishga qo'rqadi. Hattoki u qizni nima qiladi? Urishadi, sen uyatsizsan deydi, sen qiz bolamassan deydi, sen isbotlashing kerak deydi, hozir chiqib yotmasang deydi, seni sharmandangni chiqazaman deb qo'rqitadigan, tahdid qiladigan nimalari ham bor, shunaqa mutaxassislar ham bor, afsuski. Va ular tahdid qilib nima qiladi? Chiqqandan keyin oyog'ini ochmasa, ko'tini chimchilaydi, yoki uradi, yoki bo'lmasa o'zi tepish kabi, tepinish kabi kaltaklarni yeyishadi. Xullas, shunaqa xunu, noto'g'ri ishlarni qilishadi. Endi u qiz o'zi qo'rqoq qiz bo'lsa, uni boshini silab, yaxshi gapirib, tushuntirishi o'rniga u qiz battar qo'rqib, demak, bu joyga tegish juda opasni, bu joyga teginish qo'rqinchlik degan vahima bilan chiqishadi. Undan keyin yana nima hodisalar bo'lishi mumkin? Doktorga olib bordi, foydasi bo'lmadi. Foydasi bo'lmagandan keyin o'qitishga olib borishadi. Demak, bu qizga jin kirgan, bu qizga bir narsa bo'lgan, suv sovuq qilingan, bu qizni o'sha qiniga suv sovuq qilib narsa tiqib qo'yishgan degan gaplarni gapirishadi. Va afsuski, men hozir kulib gapiryapman, aslida bu yig'laydigan narsa, yig'laydigan gap. Keyin suv sovuq chilani o'sha qaytarib qilishga olib borishadi. Kimdirlar shunaqa qanaqadir viloyat, qishloq,
yo'lida shunaqa tabiblar bor ekan, qindan qanaqadir sochli, qanaqadir tirnoqli, qanaqadir narsalar olishar ekan tortib. Shu ishlarni borib qilishadi. Sen shuni qilsang, tuzalib ketasan, ering bilan qo'shilasan deyshadi. Bu yana bitta mavzu. Endi 3-mavzu. Doktorga bordimi yokida o'sha doktori bor tanishilar, yaqin qarindoshlar maslahat berishadi. Buni borib qizligini pardasini kestirish kerak. Kestirsagina bu keyin jinsiy aloqa qila oladi deyshadi. Yokida bo'lmasa, bu qizni deyshadi. Nima deydi, anesteziya qilib yokida ichirib, spirtnoy ichimliklar ichirib, hushini yo'qotgandan keyin yokida o'sha anesteziya qilib pastiga shu ukol qilishadi, og'riqni qoldiradigan, shunaqa qilib uxlatib qo'yib, yokida bo'lmasa narkoz qilishgacha ham borishadi. Shunaqa uxlatib qo'yib, o'sha hushini yo'qotib, o'zini bilmaganda jinsiy aloqa qilsanglar, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb maslahatlar berishadi. Mana shunaqa ishlarni ham qilganda ham o'xshamagan juftliklar juda ham ko'p. Hozir eng treshlarini gapirib beraman. Bundan keyin undan ham treshlari bor. Endi buni eshitayotganlar hamma hayron qolsa kerak hozir meni. Lekin bundan ham treshroq hodisalar bo'lgan. Xullas, bu ham ish bermaydi. Nega ish bermaydi? Chunki ayol kishini boshidagi qo'rquvi, boshidagi noto'g'ri ustanovkalar, u ayol jinsiy aloqa opasni, jinsiy aloqa mumkin emas, jinsiy aloqa qo'rqinchlik, juda ham og'riqli, men o'lib qolaman, yirtilib ketadi, qonab ketadi yokida xullas menda hech qanday qin yo'q degan tushuncha bor qizda. Boshidagi narsa haqiqatga spirtnoy ichimlik ichgani bilan, vino yokida bilmayman qanaqadir nima ichadi bilmayman, buni ichgani bilan yokida og'riq qoldiradigan o'sha ukollar yokida narkoz qilgan bilan boshidagi qo'rquv tushunchalari ketib qolmaydi. U har doim turadi. Даже narkozga ketib qo'l oyog'i qimillamaganlar ham qarshilik ko'rsatib jinsiga yaqinlashtirishmaydi, berishmaydi. Bu ham bespolezniy narsa, ya'ni foydasi yo'q narsa, urinishlar. Endi bundan keyin bundan ham tirishroq bor. Bizada Toshkentda bir nufuzli klinikamizda o'sha juftlik kelgan, ancha yildan beri, 12 yildan beri shu jinsiy aloqa qila olmaydigan vaginizm bor juftlik va bularga bir seksopatolog, haligi qiz bo'lmasa o'rangan qiz, yechinasizlar, er-xotin qip-yalang'och bo'lib yechinasizlar va sizlar oldimda jinsiy aloqa qilasizlar deb buyruq buyurgan. Va ular endi uzoqdan, nima deydi, Toshkentda yashashmaydi, juda ham sodda bo'lishgani uchun gaplisiga quloq solib, demak shuni qilsa tuzalib ketarkanmiz degan umidida yechinib jinsiy aloqa qilmoqchi bo'lishgan, lekin bunda ham o'xshamagan. U qizni travmasi, u qizni qo'rquvi, u qizni uyati undan ham battar ko'payib, vahimasi undan ham oshib ketgan. U qizga bu juda ham qattiq travma bo'lgan. Mana shunaqa hodisalar ham, shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Sizlar bu narsalarni sizlarga aytib berishimdan sabab, agarda sizda vaginizm bo'lsa, hech qachon men sizlarga hozir aytib o'tgan narsalarni hech qaysini qildirmanglar, ruxsat bermanglar. Bu narsani oila a'zolaringizga, turmush o'rtog'ingizga, kerak bo'lsa qaynanaga, kerak bo'lsa ota-onaga aytinglar, ko'rsatinglar обязательно, chunki mana noto'g'ri joyga borib, noto'g'ri mutaxassisga borib, battar bu vaginizm simptomini, o'sha nimasini, darajasini yanada oshirib yuborishingiz mumkin. Ya'ni bu narsa butun umrlik bo'lib qolishi mumkin. Sizlar vaginizmdan qutulaman deb o'zingizga bitta emas, bir necha travma, bir necha stressda o'tib ketishi qiyin bo'lgan holat, psixologik holatlarni o'zingizga yuklab olasizlar, yopishtirib olasizlar va bundan vaginizm u yoqda qolib ketadi, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, sizlarni bu yoqdagi travmalarni tuzatish kerak. Keyin bu travma shuncha narsani tuzatgandan keyin, ya'ni shu terapiya yordamida keyin vaginizmga yetib kelinadi. Tushunasizlarmi? Sizlar o'zingizlarni ishinglarni, o'zingizlarni yo'linglarni yanada uzoqlashtirib borasizlar. Endi desertga sizlarga endi yana undan ham qiziqroq treshni olib qo'ydim. Ya'ni o'sha vaginizmdan qutulish uchun qilingan ishlar borasida. Eng oxirgisi, xullas o'sha nimaga, seksopatologga borishgan
nimalar juftliklar ularga aytishganki, qo'y olib kelasan, qo'chqor bo'lishi kerak, yosh qo'y bo'lishi kerak. Mana shunaqalarni ham aytishgan, yoshini ham aytishgan, necha oylik bo'lishi kerakligini ham aytishgan. Xullas shu qo'yni so'yib, kelinni yechintirib kiyimsiz qilib, ichki kiyimda qoldirib, faqat haligi qo'yga so'yib turib, terisini tez shilib olib, issiq holatida haligi qizga o'rash kerak. Qizni haligi qo'yni terisiga o'rash kerak deyishgan. Xullas, xuddi anaqa qilganda, rulet qilganda haligi qizni qo'yni terisiga o'rashgan. Haligi qiz endi tasavvur qilyapsiz, o'zi qo'rqoq, o'zi juda ham чувствительный, ta'sirchan, og'riqdan qo'rqadi, qondan qo'rqadigan insonni qo'yni so'yib turib, qo'yni terisiga o'rashgan. Qo'yni terisiga o'rab turib, undan keyin nima qilishgan? Undan keyin eri bilan qo'shiltirishga harakat qilishgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bu menimcha tosh davridan qolib ketgan qanaqadir obычайлар, qanaqadir narsalar. Bu narsani eshitib o'zim ham juda ham shokka tushganman, juda ham hayron qolganman. Endi haligi ayolni ahvolini tushunsanglar bo'ladi. U ayolda уже nevrologически juda ham kuchli muammolar boshlanganda oldimga kelganlar. Va bu narsalarni tuzatish uchun, ularga уже bu narsalardan qutulish uchun, nevrologik muammolardan qutulish uchun oy emas, balkim yillar kerakdir. Psixologiyalarini, ruhiy holatlarini joyiga keltirib olishlari uchun. Shuning uchun azizlarim, agarda meni ko'rayotgan bo'lsanglar, shu gaplarimni eshitayotgan bo'lsanglar, demak, sizlar uchun bu bir znak. Demak, sizlar shu noto'g'ri narsalardan o'zingizlarni chetlatishinglar kerak. Shu noto'g'ri holatlardan o'zingizlarni asrashinglar kerak. Chunki insoniyat shunaqaki, shunaqa insonlar borki, afsuski, pulni olaman deb, pul ishlayman deb noto'g'ri muolaja, noto'g'ri o'sha yondashuv qilib qo'yishadi. Va o'zini o'sha haqligiga juda ham ishonishadi va sizni ham yokida uyingizdagi yaqinlaringizni ham ishontirib qo'yishadi va bu narsalarga aslida uchib qolmang. Hech qachon agarda sizda shunaqa narsa kuzatilayotgan bo'lsa, noto'g'ri mutaxassisga bormang. Vaginizmni tuzatishni yagona yo'li bu psixoterapiya. Va yosh turmush qurgan, jinsiy aloqa birinchi martada o'xshamagan yokida o'sha jinsiy aloqa bo'layotganda og'riq his tuyg'usi bo'layotgan bo'lsa, men nimani tavsiya qilaman? Tavsiya qiladigan narsam soft lubrikantini aloe veraligi. Mana bu narsa eng kerakli narsa yosh kelinchaklarimiz uchun, ya'ni juftliklarni spalnisida, o'sha to'shagida, tortmasida turishi kerak bo'lgan narsa. Chunki bu nimaga aloe veraligi deyapman? Bu aloe vera vоспаление, ya'ni o'sha yallig'lanishni oldini oladi. Birinchidan, ikkinchidan, agarda qandaydir og'riq bo'lsa ham, o'sha og'riq holati bo'lsa ham, buni surilsa, o'sha og'riqni oldini oladi va o'sha lidokain, xuddi sepgandek, lidokain surgandek, o'sha og'riqni, spazmni oldini olib, jinsiy aloqani og'riqsiz, yumshoq ketishiga yordam beradi. Baribir любой nima yosh kelinchakda, hali tajribasi yo'q ayolda, tajribasi yo'q o'g'il bolada ham qo'rquv, hayajon bo'ladi. Bu tabiiy holat. Shuning uchun ham albatta shunaqa kerakli gadjetlarni ishlatishni o'rganinglar. Bu narsa yomon narsa emas yoki gunoh narsa emas. Bu sizni sog'lig'ingiz, sizni jinsiy hayotingiz. Chunki jinsiy hayot agarda boshidan chiroyli, bir-biringizni tushungan holda yoqimli bo'lsa, kelajakdagi hayotingiz, kelajakdagi вообще turmushdagi sizni atmosferangizda o'sha ob-havo hammasi shunga bog'liq bo'ladi. Baribir ham ming gapirishmasin, jinsiy hayot turmushni, oilani, erkak bilan ayolni o'rtasidagi bu most hisoblanadi. Zanjir ulab turadigan, ushab turadigan eng katta instrument hisoblanadi. Shuning uchun bu narsani to'g'ri qilishga, chiroyli qilishga, yoqimli qilishga qo'rquvsiz, noto'g'ri ustanovkalarsiz, noto'g'ri tushunchalarsiz
qilishga o'rganish kerak va albatta erkak ham ayol ham bir-biridan haqqini olishni bilishi kerak. Bu eng kerakli to'g'ri narsa. Agarda kimda shunday muammo bo'lsa, agarda to'g'ri mutaxassis qidirayotgan bo'lsanglar, biza pastda silka qoldiramiz. Silkaga murojaat qilishingiz mumkin va anketani to'ldirib o'zingizlar haqingizda ma'lumot yozib qoldirishingiz mumkin va sizlarga individual o'zimiz aloqaga chiqamiz va sizni holatingizga qarab sizga yordam berishga harakat qilamiz. Albatta o'zingizlarni asranglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.